Haftasiga necha marta aloqa qilish kerak? Bir marta kammi? Har kuni bo'lsa ko'pmi? Internetda juda ham noto'g'ri ma'lumotlar juda ham keng tarqalgan. Xo'sh, hozir siz bilan jinsiy aloqaning normasi haqida ilmiy faktlarga asoslanib ko'rib chiqamiz. Juftliklarda haftasiga ba'zilarda 1-2 marta, ba'zilarda esa har kunlab ham jinsiy aloqa qiladiganlari bor. Xo'sh, o'sha 1-2 marta bo'ladigan aloqadan ham ikki tomon rozi. Aloqadan qoniqish ro'y beryapti. Hech kim norozi emas. Bunday holatda bu o'sha 1-2 marta bo'ladigan aloqa o'sha juftlik uchun norma hisoblanadi. Har kuni, ya'ni ikki tomonda ham har kuni jinsiy aloqaga bo'lgan xohishning kuchliligi, har aloqadan ikkala juftlik ham qoniqishi ro'y berayotgan bo'lsa, bular aktiv juftliklar hisoblanib, ular uchun ham bu, ya'ni aynan o'sha juftlik uchun norma hisoblanadi. Xo'sh, jinsiy aloqaning normasi yana nimalarga bog'liq? Bu yoshga, gormonlarga, stressiy holatlar, jismoniy sog'lomlik va fizik sostoyaniyasiga bog'liq. Ya'ni siz qanchalik aktiv hayot obraz жизни kechiradigan bo'lsangiz, sizda shunchalik jinsiy aloqaga xohish kuchayib boradi va yana bitta narsasi, jinsiy aloqadan qoniqish ro'y berayotgan bo'lsa, ikki tomonda ham yana xohish paydo bo'laveradi. Agar jinsiy aloqa qildingiz va ikkala tomondan bittasida qoniqish ro'y bermadi, bir kishi o'zi qoniqdi va jinsiy aloqani tugatdi. Ikkinchi tomon qoniqmayaptimi? O'sha keyingi aloqalardan norozilik, yana qoniqmaslik jarayonlari kuchayib boraveradi. Shuning uchun partnyorlar o'zaro gaplashgan holatda, o'zini holatiga, bir-birini holatini kuzatgan holatda jinsiy aloqa qilishlari kerak bo'ladi. Ya'ni ikki tomon qoniqsa, jinsiy aloqa yana ham lazzatli va foydali bo'ladi. Shunday ekan, jinsiy aloqaning soni hech qaysi juftliklarda yoki hech qaysi statistikada aniq mana shuncha bo'lishi kerak degan statistika qilinmagan, chunki bu haqiqatdan uzoq, noto'g'ri, umumiy hisoblanmaydi. Masalan, biz ham ko'rganmiz, turli xil jadvallar, mana bu yoshda mana buncha marta, mana bu yoshda mana buncha marta, hech qanaqa unaqa standart yo'q. Sizni organizmingiz ko'taryaptimi, ikki tomon xohishi bormi, xohlagancha jinsiy aloqa qilish mumkin. Sizda xohish bor, partnyoringizda ham xohish bor, lekin ereksiya sust yoki aloqa vaqtida og'riq bor yoki tez bo'shanib qo'yish hisobiga aloqadan qoniqish bo'lmayapti. Mana bunday holatlarda siz mutaxassisga, erkak kishi o'sha urolog, andrologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Tez bo'shanish, ereksiyaning sustligi, aloqa vaqtida a'zoning yotib qolishi, bularning hammasi jinsiy zaiflikning belgilari hisoblanadi. Va shunday belgilar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling va sizdagi bu zaiflik belgilari yoki o'zgarishlarni davolab beramiz va yana aktual, haqiqiy, chiroyli jinsiy hayotga qaytish imkoniyati bo'ladi sizda. Murojaat qiling.